$875 umra paketi. Bu sifatga ta'sir qilmaydimi o'rta? Avvalambor assalomu alaykum aka. Xudo Alaykum xolasa assalom. anaqa ta'sir qilmaydi. Sifatlari o'sha bo'ladi, xudo xolasa. Behijolatni inshaalloh. Misol uchun tur paketda nimalar bor, hammasini xudo xolasa videorolik davomida batafsil do'stimiz aytib beradi. Inshaalloh. Qaysi kunlarga bor birinchi? Xo'p, birinchisi aka, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchiga bor. Xudo xolasa reyslarimiz Toshkentdan uchiladi. Toshkentdan uchiladi. Xo'p, eng asosiysi litsenziyamiz bor aka. Ko'pchilik shu savolni beradi. Arzon bo'lsa litsenziyasi yo'qmi, qanaqa deganlarga? Yo'q, biz xudo xolasa litsenziyamiz bor, behijolat. Mirobod tumani Oybek ko'chasida aka joylashgan ofisimiz. Misol bemalol borib, telefon qilsa, biz aloqaga chiqsa, biz lakasalar tashab beramiz. Chiroyli qilib o'shda o'zimiz kutib, chiroyli qilib hamma tushuntirishlarni beramiz aka. Centrum Holidays kompaniyasi behijolat. Hali hijolatchilik yo'q. O'sha yerda shartnomalarga qilamiz. Xolasa bankka to'lasin pulni, xolasa o'sha yerda ofisimiz bor, o'sha kassaga to'lashaveradi shartnomani qilib. Muammosi yo'q. Onlayn tashab bersa ham onlayn ham ishlarni bitkazib beraveramiz. U ham bitaveradi. Endi muammosi yo'q. Nimalarini aytib o'tsak? Qoidalari necha kun bo'ladi? Madinada 3 kun bo'lishadi, Makkada 11 kun bo'lishadi. Asosiy paketimiz 14 kunlik paket bo'ladi aka. Inshaalloh. Xudo xolasa, biz Madinada 350 metr gastitsamiz aka, uzoqligi. Xudo xolasa. Madinada 2 mahal milliy taom beriladi aka. Makkada 3 mahal milliy taom beriladi. Hammasi milliy taomlar. Madinada ziyoratlarimiz bor. Ravzaga olib kirishadi, Xurmo bog'iga olib borishadi aka. O'qtog'iga olib chiqishadi aka. Madina bo'ylab sayohatlarga olib chiqishadi aka. Hammasi ichiga kiritilgan. Bepul olib chiqib olib kelishadi. Eng asosiysi 50 boshi billa borib billa keladi. Billa borib billa keladi. Ya'ni ko'pchilikda men e'tibor berdim. Ravzaga kira olmay qaytib kelganlar ko'p bo'ldi. Yo'q, xudo xolasa bizda inshaalloh unaqa yo'q. Bo'lmaydi. Misol uchun borishlari bilan hamma narsasi rejalashtirilgan, planlashtirilgan. O'sha viza chiqqandan keyin tasbih olinadi. Tasbih bilan soatini to'g'irlab, o'sha borish shungacha hamma yo'q tayyor bo'ladi. Shunday borishadi. Kirasizlar xudo xolasa. Hijolatchilik bo'lib qolmaydi. Hamma yo'q yaxshi. Makkada 1,5-2 kilometr gastitsamiz. To'g'risi ko'pchilik 700 metr, 1 kilometr boshqa deyilyapti. Endi borini aytib ko'rgan yaxshi. Qo'yganlarni misol tanqid qilmaylik-ku. Masalan, nima desam bo'ladi? Biz haqiqatni aytaylik, odamlar borib bizga muammo qilmasin. Misol 1 kilometr dedim, 1,5 kilometr, 2 kilometr eng uzoqligi bo'lsa 1,8 chiqadi. Endi uni ustiga avtobus ham bor. Avtobus 24 soat 4 ta 5 ta avtobus bo'ladi. Hali bitta, ikkita bas. 15-20 minutda maksimum avtobus qatnab turadi bir xil. Har 10 minut 15 minutda yuraveradi avtobus. To'lsa to'lmasa borib kelaveradi aka. Muammosi yo'q. Tomonidan muammo bo'lmaydi. Inshaalloh. Makkada ham milliy taomlarimiz bor. Makkada 3 mahal aka, nonushtasigacha bor aka. O'zimizdan borgan. Vodiydan borgan, eng asosiysi vodiydan borgan 50 boshlar aka, xudo xolasa. Bag'i behijolat inshaalloh. Xizmat ko'rsatishadi. Zo'r qilib xizmat ko'rsatib, duoda olishadi. Endi yana bitta narsa, ko'pchilikda anaqa bor. Oldin borib kelganlar, boshqalar bo'lsa, ularga misol biletni o'zi yetarli bo'lishi mumkin. Viza so'rayotganlar. Bu tomonlarimiz ham bor aka, men qarayman. Viza desa, vizani o'zini olib beramiz aka. Bilet desa, biletni o'zini olib beramiz. Menga bir tomonga bilet olib bering, qaytishimga aloqaga chiqaman desa, unisi ham bo'laveradi. Unisi ham bo'laveradi, muammosi yo'q. Xudo xolasa, unaqa xizmatlar ham bor. Ayniqsa endi hozir misol qolgan 2-3 yil ichida ko'pchilik borib keldi. Ko'pchilik 3-4 martalar borib keldi. Misol ko'pchilik ishini bitkazib beryapmiz. Mana kecha ham bittasini ishini bitkazib berdik masalan. Bilet, vizani olib berdi, o'zi ketyapti. O'zi ketyapti. Misol uchun endi ko'pchilik e'tibor berayotgan bo'lsalar, 3-4 ta o'rtachida ikkitasi borib kelgan bo'lsa, turpur qilmaylik-yu, bilet olaylik, ketaylik deyapti. Shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, u tomoniga ham chiqishaveradi. Bo'ladi. Endi Farg'ona, Namangandan uchadigan reyslar. Farg'onadan xudo xolasa yangiligimiz bor aka. Farg'onadan inshaalloh 8-chi, 15-chi, 22-chi, 29-chi haftada bir kun reysimiz bor. Har hafta. Har hafta reysimiz bor, xudo xolasa. Centrumda samolyotda tushadi aka, Centrumda samolyotda qo'llanadi. Farg'onadan. Hali bordi keldi, biletlari bo'ladi. Qo'llarida. Hali bu arzon paketchilarni bileti bir taraflama bo'ladi, boshqa bo'ladi va misol gapirishyapti. Bizniki ham bordi keldi, Centrum Holidays samolyotda uchadi, Centrum Holidays samolyotda keladi aka. Xudo xolasa bundan muammo yo'q aka. Xo'p, bunimizning narxi aka $965 qilib beramiz. $965. Telefon qilib aloqaga chiqsa, yengilroq qilib beramiz. 4-5 kishi bo'lsa, chap-chap bonus bor. Imkoniyati bor xolasa. O'zi videoda boshida aytdik biz $875 dan bular birinchi qo'l bo'lganliklari uchun menimcha o'zi narx arzon. Toshkentdan tushadigan. Xudo xolasa.
Farg'onadan uchaydiganda 965 qo'yilyapti. Ko'paysa, xudo xolasa. Buni ham yengilroq qilib beradi. Bunisini ham yengilroq qilib beriladi. Namanganimiz. Namangandan bor, 4-ga bor, 11-ga bor, 18ga bor, 25ga bor. Shu kunlarga Namangan. 4-ga ham bor mana, xudo xolasa. Joylarimiz bor, 4-ga ham oz qoldi joylarimiz Namangandan, xudo xolasa. Bugun nechi? 30-chi bo'ladigan bo'lsa, 4 kun, 5 kun vaqt qoldi. Xudo xolasa, bu ham sentrumli samolyotda uchib, sentrumli samolyotda qo'nishadi, xudo xolasa. Bunimizni narxi $945 qilib beramiz. $945. Farg'onadan o'sha $20. Ha, arzon. Buni ham chegirma qilib beramiz, xudo xolasa. Buni ham chegirmasi bor yaqinlar. Xudo xolasa, maqsad faqat pul topish emas. To'g'risi, misol uchun ko'pchilik duosini olish, ko'pchilik ziyoratiga sababchi bo'lish yaqinlar. Shunaqa ekan, do'stimizga telefon qilinglar, inshaalloh. Kelishtirib sizlarni. Asosiysi hamma umra amalini qiladigan 50 boshi ham oxir payt muammo bo'lib qolyapti. Ha, xudo xolasa bizni 50 boshlarimiz ahli ilm bo'ladi. Batdan ketib, batga olib keladi aka. O'sha misol uchun yo'lda samolyotga uchishdi, misol yosh katta ota-onalarimiz to'g'risi endi samolyotga mash sabab bilan uchayotganlari ham ko'pda, undan uchmaganlari bo'lsa, u tomonlardan ham yordam berib, xudo xolasa umratni ziyoratini asosiysi qildirib kelishadi. Qisqa balonda yaxshi ma'lumot bo'ldi. Xudo xolasa aka aloqaga chiqishaveradi, chiroyli qilib, arzon qilib ishlarini bitkizib. Keyin masalan mana vohadan bo'lsa aka, vohadan bizga telefon qilib pasportlarni tashab berishadi. Masalan, nechinchi kunga baraka bo'lgan bo'lsa narximiz, o'sha kun narx o'zgarmaydi. Biz keyin oldindan bir so'm to'lab olmaymiz vohadagilar. Kelgandan keyin bilet, viza hamma yo'g'ini qo'limizga bergandan keyin uchib ketayotganda to'lovini qilishaveradi. Hali $100 tashab bering, $200 tashab bering demaymiz aka. Ha, demak mana mashinasi ham zo'r bo'ldi. To'g'risi, mana vodiydalarga ham shu. Misol vodiydanmiz, uka, Farg'onadanmiz, Andijondanmiz desa, go'zal qilib bitkizib beraveramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqishaveradi. Menimcha mashina ham yaxshi narsa bo'ldi. Kimdadir ishonch bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Haqiqatan ketiladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Pasportlarini, shu nimalarni, so'rovli narsalar tashab bersanglar inshaalloh sizlar uchun. Do'stimiz, hammamiz xizmatdamiz. O'sha gap ziyoratlaringga sababchi bo'lib qolsak bo'ldi, yaqinlar. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizga menga katta rahmat, kuch-quvvat bersin.